Hoy, shoshmang birodar, 3 kunlab navbatda turish joningizga tegdi. Hujjat ishlari joningizga tegdi. Registratsiya ishlari joningizga tegdimi? Demak, bu video aynan siz uchun. Bu videoda sizga jo'natgan inson sizning foydangizni ko'zlagan. Qarang, siz Rossiya hududidasiz. Patent to'lamagan holatda, ya'ni kim undanda yaxshiroq variant bor, ya'ni RVPO. RVPO olib turib, siz Rossiya davlatida qonuniy ravishda ishlasangiz bo'ladi. Bor yo'g'i 69 ming rubl evaziga siz Rossiya davlat oliygohlarida o'qib, Rossiya davlat oliygohlarini bitirganingizdan keyin qonunga asoslangan holatda RVP olasiz. Agar siz ochniy formada o'qiydigan bo'lsangiz, o'qishga kirganingizdan keyin 6 oy davomida siz RVPO olib turib, Rossiya hududida qonuniy ravishda yursangiz bo'ladi. Hech qanday bosh og'riqlarsiz, oshiqcha to'lovlarsiz bemalol o'qishda o'qib ham ishlasangiz bo'ladi. Ish joyingizga umuman xalaqit qilmaydigan holatda sizlarga ajoyib takliflarni bildiramiz. Buning uchun +7 kodi bilan 39 187 39 69 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.